Assalomu alaykum. Hozirda biz Jizzax viloyati Forish tumani Qo'shma mavqeida joylashgan 744-konturdamiz. Ushbu konturda bir konturlik mahsulot tamoyili asosida Xalq banki bilan hamkorlikda yeryong'oq mahsuloti ekilgan. Maydonning umumiy hajmi 20 gektar. Bu yerda ekilgan ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish jarayonida. Ekinlarni yetiştirish 150-160 kun davom etadi. Yetiştirish jarayonida ekinlar sug'orilmoqda. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun ishlab chiqarish kooperatsiyasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 15 tonna jami 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun 70-75 million so'mdan ortiq daromad olish rejalashtirilgan.